4. qism. Ah, qaysi ko'zi bilan ko'zsun. Karvatda Abdusalom bilan Farida yotqanға yugunib, tugilib o'ltiratdi. Qiynatisi billi kelmagan bo'lsa-chu kashki. Bu qabahatni ko'rmagan bo'lsa, bu nomussizlikqa shahid bo'lmagan bo'lsa, shu oq ko'ngil ota navrisidan ansirab bu yerga kelgan emasmidi? Nuriman alqamni elib sirtga chiqdi. Uydan qiynatisining bir narsani urib chaqqan, Abdusalomni urib qahri bilan tillagan ovozlari anglandi. Nurimanning bularga ko'ngil bo'lgidek hafsilisi yo'q. O'z singlisidan, yuragidan so'ygan odamidan kelgan bu ahonat, bu xo'rliqqa u qanday bardoshlik berishni bilmaydi. Qizim, to'xtang. Balını doktorxonaga apirib, saqayganda cho'ng uyga ketayli, ha? Qiynatisi uning kaynidan kelib shundoq dedi va balini Nurimanning qo'lidan elib ko'tarib oldi. Nurimanning bu uyda turayotganiga bir oydan oshdi. Abdusalom dadasidan qo'rqib bu uyga qadam bosolmadi. Faqat Nurimanning telefoniga uchur yo'llab kechirim so'raydi. O kuni o'zining mast ekanligini, hech nima yodida yo'q ekanligini aytib tushundirdi. Nurimanning yuragi muz bo'lib qatgan. Hamma narsa soxtadek tuyuladigan bo'lib qolgan edi. Bu alamni ichiga yutolmaydi. O Faridani singlisi emas, o'z farzandidek ko'rgan. Onu deb o'z istiqbolidan voz kechgan emasmidi? Onundan qilcha gumon qilib boqmagan, shaksiz ishongan emasmidi? Nima uchun? Zodin nima uchun? O'z nafsi uchun onunga bundoq ig'ir xiyonatni ravo ko'rdi? Ulardikisi zodi qandoq yurak, zodi qandoq vijdon. Nuriman oxiri ajrashishni qaror qildi. Qiynatisi hamma ishni o'z ko'zi bilan ko'rgachkimu uning rayiga baqdi. Bo'pti qizim, o'ylanib bo'lgan bo'lsangiz, qaroringizga hurmat qilamiz. Sizga yolg'iz bola bilan qiynalib qolasiz. Uni biz bekib berayli. Bu pulni eling, bir ishning peshini tutishingizga yetadi. Balani yaxshi tarbiyalamabdingiz. Bizni kechiring qizim. Qiynanisi yig'lab turib shu gaplarni degandan keyin u xotirjam balani ularga topshirib, dadasidan qolgan uyni setib, Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Uning bu yerda bir minutmi turg'isi yo'q edi. Uning yuragiga cheksiz dard alam urug'larini chashqan bu yerda uning ashu hasratlik o'tmishini qadamda bir aslab yuragini zeda qilg'usi yo'q edi. Nuriman Urumchiga kelib nega berishni bilmay tang'irqab qoldi. Nimala bo'lmasin, avval yotqudek bir joy tepish kerak edi. U bekatga yaqin bir kichik mehmonxonadan bir yotoqni elib o'rinlashgandan keyin atrofdan xizmat izlashga boshladi. 3-kuni oxiri uni ishlatgidek bir joy chiqdi. Bir oshxonadan qachi yuydigan ishni topganda u intayin xushal bo'ldi. Ishni berilib ishladi. Nuriman o'zining chapdas, ishchan, pokizligi bilan hammaylanga yarab qolgan edi. U bu xizmatidan bakmo rozi edi. U ko'p pul tepib o'z oldiga biror ish qilmoqchi edi. Nuriman har oylik maoshini tejab iqtisod qiladi. Lekin u xo'jayindan bakli qo'rqatdi. U Nurimanni ko'rsala yevitadiganday qaraydi. Uning u yer bu yerlarni
chimdab qo'yatdi. Nuriman xo'jayinini ko'rganda sirtga chiqmay o'z ishi bilan halak bo'latdi. Amal bar onunga ko'rinmaslikka tirishatdi. Bir kuni kechda Nuriman ishlarini tugitib, oshxonaning ichidagi yotiqiga kirib, yetib turatdi. Eshik ochilib, birsi kirib keldi. Nuriman o'rnidan turishga ulgurmayla, xo'jayin uning ustiga tashlandi. Nuriman bar kuchi bilan tipirladi. Jon jahli bilan yulqindi. Lekin uning nolalari bu asabiylashgan hayvonning quliqiga kirmaydi. Nuriman oxiri holidan ketdi. U hushiga kelganda teg'i tong yo'rmagan bo'lib, hech kim kelmagan edi. Nurimanning endi bu yerda turg'uchiligi qanmagan edi. U narsalarni yig'ishtirib, oshxonadan chiqib ketdi. Nurimanning sarson kunlari yana boshlandi. U uyan izlab, buyan izlab bir oila mulozimat markaziga kirib tizimlatdi. Bu ishda umid cho'ng bo'lmasa-mu, Nuriman sinib boqmasi bo'lmaydi. Bir haftadan keyin uning telefoni sayrab qoldi. U notanish nomerni ko'rib, sal turib olib, telefonni oldi. Yaxshimsiz, men oila mulozimat markazidan. Sizga bir mo'mayni boqadigan ishni tanishtirsam qilamsiz? Nuriman aldirab javob berdi. Qilaman, nimali ish bo'lsa mayli. Aldirmang, u mo'mayning ahvoli alohidarak. Yerim palashgan, bir o'g'li borkan, kelini mo'mayni bekishdan zerikib, ajrashib ketibdi. O'zi xizmat qiladigan, shunga onasiga qaraydigan odam lozimkan. Maoshingizni yaxshi beradigan bo'ldi. Nuriman ma'qul bo'lib, oila mulozimat markaziga bordi. Ular uni heliqi yigitga tanishtirib qo'ydi. Nuriman uningga agishib, ularning uyiga keldi. Uy ikkinchi qavatda bo'lib, oddiy bezalgan bo'lsa-mu, lekin kishiga illiq, azoda tuyg'u beradi. Heliqi yigit yo'lda kelgicha o'zini biror qor tanishtirgan edi. Uning ismi Adil bo'lib, qaysidir bir maktabda o'qituvchi edi. Adil Nurimanni onasining hujrasiga boshlab kirdi. Chachlariga oq arlig'an, yuzidagi qo'riqlar bilanmi yanali chiroyliq, mehri issiq ko'rinadigan bu ayolni mo'may deb ketgilimi bo'lmaydi. U Nurimanni ko'rib, tushuniksiz bir nimalarni deb uningga qarab go'ng'irladi. "O, sizni yana keliniga o'xshatyotidi", dedi Adil o'ng'aysizlangandek kulib qo'yib. Andin Nurimanga diqqat qiladigan ishlarni, onasining amroq tomoqlarini deb berib, ishiga ketib qoldi. Nurimanning ishlari bakmo eg'ir emas edi. Pat-pat mo'mayning ostini quruqdash, tamoqini berish, o'ylarni tozalash qatorliq ishlarni oshxonadagi jafoliq ishlarga selishtirganda ko'p oson edi. U mo'mayni shunchalik ko'ngil qo'yib boqatdi. Uni kichik balini erkalatgandek erkalatib, badallarini tutatdi. Xuddi o'z onasiga o'xshash ko'ratdi. Oylar o'tdi. 1 yilmi o'tib ketdi. Mo'may Nurimanga bakla ichkib ketgan edi. Nuriman nega borsa, mo'mayni chaqliq o'rindiqqa o'ltirg'izib, billa ep baratdi. Adil Nurimandan bakla rozi bo'lg'achqa, har oylik maoshini dal vaqtida beratdi. Uningga pat-pat ushaq-tushak yemekliklarni alg'ash kelatdi. Dam alg'anlarda billa o'ltirib Nurimanning turmushini so'raydi. Ba'zida o'zi to'g'riliqmi so'zlab beratdi. Ular bir-birini obdalla tushunib qolgan edi. Adil shundoq axloqliq, gap so'zlari o'rinliq yigit edi. Ular o'tirsidagi tushunish cho'nqurlashgancha Nuriman uni ko'rsa huduqib ketadigan, burunqidek echilib-yeyilib gap qilolmaydigan bo'lib qolgan edi. Lekin u bek ko'p azar yeganligi uchun
erlarga nafratlanatdi. Adilning ko'zlaridagi mehr muhabbatni Nuriman his qilib turatdi. Ammo e'tirof qilishga jur'ati yo'q edi. Shundoq kunlarning birida Adil uni tamoqqa taklif qilib, muhim gapi borligini aytdi. Nuriman, balkim nima demoqchi ekanligimni bilib bo'ldingizmi deyman. Men sizni umrlik hamroyim bo'lsgan deyman. Xohlamsiz? Nuriman endi burunqi sadda go'dak qiz emas. Aldirab qarar chiqardigan yoshdan allaqachon o'tib ketgan. Qadamlarini avaylab basmasi bo'lmaydi. U Adilga nima deb javob berishni bilmaydi. Adil tuyuqsiz uning qo'llarini alqanlari orasiga oldi va "Bilman, siz qo'rqyapsiz. Biz endi kichik bola emas. Men bu gapni uzun o'ylashib, andin davatiman. Qo'shilishingizni umid qilaman, Nuriman." Nuriman uning fazilatli yigit ekanligini biladi. U ma'qullik bildirib, beshini langshitdi. Adil xushalligida uni ko'tarib oldi va netchini parqirtibdi. Ular maslahatlashib to'y xiti alg'ili boradigan bo'lib kelishdi. Avval qon tekshirtishi kerak edi. Ular tekshirtib bo'lib saqlab o'ltiradi. Bir chaqda bir qiz ularni chaqirdi. "Ayolingizning qinida azroq masala ko'rilib qoldi. Qonni qayta tekshirtishinglar kerak", dedi u. Ular ma'yus qaytib chiqib, qon natijasi chiqqicha tit bo'lib, ming taslikda habdini to'shqizib, doktorxonaga bordi va doktorning ishxonasiga kirdi. "Nuriman degan sizmi? Siz AIDS virusi bilan yuqumlanibsiz." Nurimanning ko'z oldi qorong'ulashdi. U ketyotdi. Adilning chaqirishlariga, odamlarning varang churunglarimi uning quloqiga kirmaydi. U shu mengishida hech kim yo'q yerga ketishni arzu qiladi. Bu uningga nima kelgulik? Uning baxtli bo'lishi huquqi yo'qmi zodi? Adilning Nurimanga bo'lgan muomalasi faqatla o'zgarmadi. U Nurimanga ilhom, madad beradi. Uningdan voz kechmaydiganligini aytib, to'y qilishda chin turib oldi. Nuriman o'zining bu nejis kasalga qandoq giribtor bo'lganini bilmaydi. Burunqi eri Abdusalommidu yoki heliq oshxona xo'jayini degan iflosmidu? U bilmaydi. Bilgisimi yo'q. Bilgan taqdirdami nimani o'zgartirlaydi? Uning tuyuqsiz o'g'lini bahmi ko'gisi keldi. Bir kuni kechda u Adilga bu o'yini aytdi. "Adil, Amraxon onamga qarab tursangiz, yurtga bir berib kelay. O'g'limni bek sig'indim." Adil uning bu ishlardan o'zini qochirayotganligini, mushu ketishida qaytib kelmasligimi mumkin ekanligini his qildi. Uning yuragi pechida etishdi. Mayli qandoqli bo'lsin, u Nurimanni chin qalbidan so'yatdi. Uni bundoqla tashlab qo'yolmaydi. "Bo'pti, berib keling. Lekin cho'qim qaytib keling. Sizni saqlayman. Bir oygacha kelmasangiz, men boraman. Sizdan ayrilish menga o'lim bilan barobar." "Nuriman, bu kasal uncha qo'rqinchli emas. Oldini olish tadbirlarini qo'llansak, yuqmaydi." Adil shundoq deb kulimsirdi. Nuriman bu samimiy kulkilarni ko'p ko'rgan. Shu kulkilar uchun jini tasadduq edi. Lekin hozirgi u bu kulkilarga loyiq kelamdi. Nuriman yurtga berib, qaynonasi bilan ko'rishib, Abdusalom bilan Faridaning to'y qilganligini
O'g'li Alqanning ularning yanida turib maktabda o'qiyotganligini bildi. Uni sirtdan ko'rib olish uchun maktabini aniq so'rab olgandan keyin yo'lga chiqdi. U maktabning oldidagi terakning daldisida turib, uning maktabdan xo'shal chiqqanini, Farida bilan Abdusalomning uni yetilab ep mang'inni ko'rdi. Lekin ichi ozroqmi ochiq bo'lmagan edi. U Alqan bilan ko'rishishdan voz kechdi. Qaramoqqa ularning nihoyatda baxtlik o'tayotganligini bilib olg'ili bo'ladi. Nuriman tuyuqsiz ko'nglida ularga qilcha nafrat tuyg'usi qanmaganligini his qilib qoldi. Adilning muhabbati hammani o'zgartgan. Uni turmushiga umid bilan qarashqa, o'tmishini unutib, turmushini yangidan boshlash qaroriga keltirgan edi. Shundoq, mana bu muhabbatning qudrati. Qanchilgan botirlar muhabbat oldida bosh egmagan. Qanchalik kuchlik odamlar muhabbat oldida ilojsiz bequvul qolmagan. Nuriman Adilning muhabbati oldida bosh egdi. Adilning yeniga qaytmoqchi bo'lib, qandoq tez kelgan bo'lsa, shundoq tez qaytgan edi. Nurimanning hikoyasi oxirlashgan edi. Men bu bechora notavon qizning beshiga kelgan kulfatlarga uning bilan qo'shilib, ezilib yig'ladim. Uning heliga savolni nimishga so'rganligini endi bilgan edim. To'g'ri qipsiz singlim. Aydis bemorlarning baxtli bo'lish huquqi bor. Xotirjam Adilning qo'lini tuting. Qolganiga meni qachon izlasangiz yordamga tayyorman. Qo'limdan kelsa. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ring bo'lamdi. Nuriman beshini langshitib ma'qul dedi. Tong etib biz yo'lga chiqdik. Dastlabda bir eg'iz gap qilishmay kelgan odam mana endi gapimiz tugamaydi. Avtobus bekatga kelib, to'xtab, hammamiz mashinadan tushdik. Nuriman ikkimiz telefon nomerlarimizni so'rashib xo'shlashdik. U necha qadam elishiga qamlashgan egiz bo'y bir yigit kelib, uning qo'lidagi sumkani oldi. Nuriman menga qarab qo'yib, uni sharatladi. Men tushundim. U Adil edi. Ular bir-biriga ma'nilik bekishib kulishdi. Bu kulka shodlik kulkisi, mamnuniyat kulkisi. Aniqini aytganda bir notavonning baxt kulkisi edi. Hurmatli o'qirman do'stlar, Notavonning kechmishi nomli asar mushiyada oxirlashdi. Esinglarda bo'lsin, qo'llash sizlardan, tirishish bizdan. Sizlarning qo'llashinglar bizning taraqqiyotimiz.